Amaki yaxshimisiz? Yaxshi. Yaxshimisiz? Qanday ahvollaringiz? Yaxshi. Yaxshi. Ha, zo'r. Xo'p. Oldi kelganda juda ko'p. Ha. Amaki bitta ism familiyangiz, qayerdansiz? Nechinchi yilsiz? Men o'zim Olot tumandan. Aha. Bevotiq Hamid Mahmudovich. Aha. 59-yilman. 59-yilsiz. Nasibasi 67. Nasib. Amaki siz nima shikoyatlar bilan bu yerga keldingiz? Bu yerga kelishimga asosi nima? Havo nafas yetishimi, yurak qisib nafas yetisha olmay, qiynalib keldim. Shundan keyin o arada Olot tumanida yotdim. Bir haftadan keyin bu yoqda nimada kardiologiyada yotdik. Ana nimani yonidagi. Ha, Bo'g'adinjonni oldidagi. Ha, Bo'g'adinjonni yonidagi. Aeroport yonidagi. Bir haftalardan keyin so'ng bu yerga ko'chdik. Xudoga shukr, mana ko'chamiz. Bir hafta bo'ldi, bir haftada mana oyoqqa turib, nafas qisish degan narsa umuman yo'q. Og'riqlar yo'q. Tinch bo'lib ketdi. Juda minnatdorman, to'g'risi. Bu atdushi nima emas. Haqiqiy yurakdan minnatdorman. Chunki men shu Olotning o'sha havo qisgan payti dunyo ko'zima tor ko'ringan. Ehtimol Xudo bilan degandim. Lekin mana Xudoga shukr. Bebudov bemorimiz, demak, kichkina kesmalar orqali operatsiya bo'lganlar, aorta koronar shuntash amaliyoti o'tkazilgan. Uchta tomir tikkanmiz, payvandlash amaliyoti bo'lgan. O'pkalarda Coviddan keyingi asoratlar bor edi. O'shaning hisobiga ko'pgina spaykalar bor edi plevrada, o'pkada. Shu uchun o'pka juda ko'p bezovta qilgan amakimni, bemorimizni. Demak, bemorimiz shuncha katta operatsiya o'tkazilishiga qaramasdan, birinchi sutkani o'zida reanimatsiyaga o'zlariga keldilar 5 soatdan keyin. Birinchi sutkada, demak, bir sutkadan keyin palatamizga, demak, bo'limimizga period bo'ldilar. Hozirda 5-chislar 28-fevral kuni operatsiya bo'lganlar. Hozirda ahvollari yaxshi. Eng xushchaqchaq bemorlarimizdan biri. Shunaqa pozitiv, har doim kulib yurib, hamma narsani to'g'ri qabul qiladilar. Umuman kirayotgan paytimizda operatsiyada ikkita o'pkada saturatsiya jami umumiy hisobda 70 saturatsiya bilan kirganmiz. Shunaqa bo'lsa ham, demak, sun'iy qon aylanish apparatida ulab operatsiya qilganmiz. O'sha operatsiyadan keyin muvaffaqiyatli chiqqan. Hozirda saturatsiyalar 98. Nafas olish bez kislorod o'zlari bemalol nafas olyaptilar.